kayfiyat qilayapti hammada. Yaxshi o'tyapti tadbirimiz. Davom etamiz yaxshi kayfiyatda. Xabarlar bor. Instagram tarmog'ida e'lon bergandik. 2025-yilda eng yaxshi xodimlarimizni tanlashdi. Muxlislarga, obunachilarimizga, bemorlarimizga qo'ygandik. Buni qilishdan maqsad kim yaxshi, kim yomon deyish emas. Shu obunachilarimizni, bemorlarimizni fikrini bilishadi. Men xursand bo'lganim, bemorlarimiz ko'p kommentariylarda aytdiki, eng yaxshi xodim hamma. Klinika jamoasi zo'r bo'ldi. Gapirishdi, lekin bir musobaqani o'zini qonuni bor. O'rinni aytish kerak. Ba'zi musobaqa bo'ldimi, birinchi, ikkinchi o'rinda kim bo'lishidan qat'iy nazaran loyiqmi, loyiq emasmi, uni aytish kerak. Eng xursand bo'lganim, men bilishim kerak bo'lgan o'zimga haligi g'oya, bu e'tibori qanaqa bizning klinikamizga. Bemorlar o'z ishimiz yoqyaptimi, yo'qmi? Birorta negativ kommentariy ko'rganimiz yo'q. Nechta kommentariy yozishibdi? 5610 bitta. 5600 dan ortiq kommentariy yozishibdi. Nechta? 7000 ta kommentariy yozishibdi. Bu be'tibor bo'lmaganligi, biz ishimiz yaxshi bo'lgani. Birinchi o'ringa ichidagisi o'zida. Endi 3-o'rindan boshlaymiz. 3-o'rinda Husnidaxonga ovoz berishibdi. Mana direktor sanashyapti. 3-o'ringa 1 million so'm pul mukofot. Endi birinchi, ikkinchi o'rin qoldi. Ikkinchi o'rinni kimga beramiz? Nimaga bermas? Nimaga Rustam bir? Elyor ertalabdan beri o'ynayapti shetda, berib bersin deb. Ikkinchi o'rin rostdan ham Elyorga nasib qildi. 2 million